Assalomu alaykum. Bugun Vero Selling podkast va bugungi mehmonimiz mehmonanda bo'lmaydi, o'zimiz bilan birga ishlaydigan do'stimiz, aynan Vero Selling zavodi sotuv menejeri Uchqun akam. Bugun hammamizni tashvishga soladigan firibgarliklar to'g'risida gaplashamiz. Bu qanaqa holatlar bo'lgan, shu haqda tushuntirib bersangiz. Chunki quloqlarimizga chalindi, yaqinda bir mijoz bilan tortishishlar ham bo'lgan ekan, juda katta ob'yom deyilgan, lekin sal qolsa $1 million tushishingizga sababchi bo'lishi ozgina qolibdi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Avvalambor, bu gapingiz juda ham to'g'ri bo'ldi, Dilshodbek. Hozirgi kunda bozorda ikki xil turdagi firibgarliklar juda ham rivojlanib bormoqda. Birinchi turida klient mijoz, ya'ni mijoz korxonani aldamoqchi bo'ladi. Qaysi yo'llar bilan? Yaqinda mana shunaqa voqea kuzatildi. Bizni bitta mijozimiz Qashqadaryo viloyatidan menga telefon qildi va o'zining 80 ming kvadratga yaqin kvadratura joyini katalog qildirmoqchiligini aytib o'tdi. Men bundan juda ham xursand bo'lib ketdim. Demoqchilar chunki normal foyda qoladi, to'g'rimi? Shunaqa, chunki 80 ming kvadrat bu kichkina kvadrat emas, juda ham katta proyekt bu. Bu proyekt bo'yicha biz sirasi ishlarni olib boshladik. Bu proyekt bo'yicha bo'lim rahbarlarining rahbariyatlarga ma'lumotlar berildi. Buni eshitgan rahbariyat, bo'lim rahbarlari juda ham xursand bo'lishdi. Mijoz bilan muzokara olib borish jarayonimizda mijoz menga aytdiki, 80 ming kvadratura sotib olaman, lekin hozir 50 ming kvadratni chiqazib olasiz. Bu mutlaq qarzga sizga men 20 kun 30 kun ichida 100% pulni to'layman. Ya'ni o'sha muddat ichida sizga to'liq summa tashlab bermoqchi. Shunaqa. O'sha 50 ming kvadrat deyotganingiz u bitta mashina misol qancha ketadi o'zi? 50 ming kvadrat sig'adimi bitta mashinaga? Yo'q, bu juda ham katta kvadratura bo'lib ketadi. Обычно o'zi 3000, 4000, 5000 kvadratgacha 10 tonnalik Isuzular to'ladi. Gaplashiladi, o'sha to'ladi, to'g'rimi? O'sha to'ladi. 10 tonnaligi. Endi bular so'rayotgan 50 ming kvadrat. 50 ming kvadrat kolичествоsi juda ham katta bo'ladi. Bizni baholashimiz bo'yicha ikkita fura yuk bo'ladi. 1,5 o'rtacha hisobda. Endi mijozimizdan shunaqa taklif tushgandan keyin ozgina men ham shoshib qoldim. Tabiiy holat. Emotsiyaga berilish, baribir osmonga uchish bo'ladi. Menejerimiz oxirgi sifralar bizni juda ham qiziqtiradi. O'sha oxirgi sifralarni ko'rganimda menda shoshish paydo bo'ldi. Va rahbariyatdan men iltimos qilishni boshladim. Shuni qarzga chiqarib turish yo'lini, ishonchli odam ekanligi haqida, katta biznesmen ekanligini o'zini shunaqa tanishtirdi. Lekin o'zingiz tekshirib, qarab aniq qilmadingiz, to'g'rimi? Yo'q. Aldanib qolsangiz nima qiladingiz? Yo'q, endi aldanib qolganimizda juda ham katta minusga kirgan bo'lardik. Endi hozir aldanib qolish to'g'risi tasavvur ham qila olmayman. Uncha summaga korxona uchun ham, shaxsiy hayot uchun ham juda ham katta zararni yetkazardi. Va orada biroz vaqt sukunat bo'lib qoldi. O'sha orada menga shu Qashqadaryo viloyatidan yana qo'ng'iroqlar kelishini boshladi, boshqa nomerlardan. Misol uchun 3000 kvadrat olmoqchiman, 5000 kvadrat, 6000 kvadrat olmoqchiman deb 4-5 ta odam telefon qilish boshladi. Ha, yozyapti, sizga gaplashib. Yozyapti. Ular bilan ham muzokara jarayoni ketyapti. Nomerlarini hammasini, kontaktlarini saqlanib qilib qo'ydim, kvadraturasi bilan ismlarini hammasini saqlanib qilib qo'ydim. Oradan 3 oy vaqt o'tgandan keyin 80 ming kvadrat zakaz bermoqchi bo'lgan akamiz aloqaga yana chiqdi. Hozirda 10 million so'm avans to'lov qilmoqchiligi, ya'ni qanchadir qismini to'lamoqchiligi, 10 million so'm avans to'lov qilmoqchiligi va 2000 kvadratura hozircha chiqarib turishimni so'radi. 2000 kvadratura o'zi. 2000 ning necha pul bo'ladi? 10 millionga to'g'ri keladimi? Xo'p, yo'q, 2000 kvadraturamiz bu 27 million atrofida bo'ladi. Lekin bu tashlab berayotgan 10 millionni to'g'risi bu kakki logistika xizmatini o'zida. Ha, logistika summasini tashlab beryapsiz. Bunaqa qilib olib qaraganda endi 10% ham emas mahsulotni. Mahsulot 10%. Mahsulot 10% ham emas. Endi ishondim men, chunki yana o'zlari aloqaga chiqyapti va pul tashlab berishlarini aytyapti. Keyin rahbariyatga aytdim, shunaqa hozir 10 million tushar ekan, mashina qo'yar ekan 2000 kvadrat chiqazib olmoqchiman deb aytganimda bo'lim rahbarimizni va katta rahbarimizni maslahatlashib, Chuqunbek, hozir unaqa katta risk qilmang, agar iloji bo'lsa 500 kvadrat risk qilib ko'rsangiz bo'ladi. 500 kvadratingiz ham $4000 dan oshiq pul bo'ladi-da. O'rtacha $4000 dan oshiq pul bo'ladi. Endi tashlab beraman degan pullari 10 million. Iloji bo'lsa dedi, agar borib lokatsiyasini olib, aniq mijozni joylarini ko'rib keling, shu qurilayotgan nima proyekt bo'lyapti deb qanaqa proyektligini so'rashdi, to'g'ri tushunganman. Mijozdan so'ralganida, u yerda non sex, tikuv sex va qo'shimcha hokazo sexlar bo'lishligini aytgan va bitta lokatsiya tashlab berdi. Adashmasam, sizlar aloqalaringiz ham uzilib qoldi. Qanchadir muddat aloqa uzilib qoldi. Sizlarga aloqaga chiqishga harakat qilishgan ekan, lekin telefon o'chiq beryapti. Itakja hali odam bo'lsa ham telefon o'chiq beryapti. Endi sizlar bu tarafdan ko'rishganda, shu siz o'zi uchrashdinglar, gaplashdinglar, mana muzokara bo'lyapti deb keyin qaysi telefon qilishmagan edi. Shunaqa. Nima bo'ldi u payt? Xo'p. Bu jarayonda shu katta kvadraturasiga risk qilishdan oldin shu aniq hali mijozni o'zini face'ini ko'rmaganmiz, yuzini ko'rmaganmiz. Suhbatlar faqat telefon orqali ketyapti. Faqat telefon orqali jarayonda suhbatlar bo'lib turdi. Bu jarayondan keyin
rahbariyatni va hamkasblarni gapini eshitgan holda sal emotsiyalarni bosishga harakat qildik. Uchrashamiz deganda ular turli bahonalar qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasiga xizmat safari bilan ketdim yoki qaysidir davlatda shunaqa jarayonlar bo'ldi va oxiri biz tekshirishga borganimizda, o'rganish jarayonini boshlaganimizda mijozni aytgan hech qanaqa sexlari, non sexlari, tikuv sexlari va hokazo sexlar u ko'rsatilgan lokatsiyada yo'q. U ko'rsatilgan lokatsiyada kam ta'minlangan oilalar uchun, ehtiyojmand oilalar uchun 2 sotixlik qurilgan kottej uylar ekanligi aniqlandi bizda Qashqadaryoda. Ya'ni u yerga borgan paytingizda u joy etilgandek emasdi. Firma emas, uy bo'lgan. U firma emas, u yerda odamlar yashayotgan uylar, bitgan uylar, u yerda hech qanaqa 1000 kvadratdan grillat va patolog qiladigan joylari yo'qligi aniq bo'ldi va o'sha joyda o'zida syomka qildim, mijozga tashladim. Aka, mana sizga kelgan lokatsiyangiz, bergan lokatsiyangiz bo'yicha keldim. Bu yerda hech qanaqa sklat ham yo'q. Bu yerda hech qanaqa qurilish ishlari ham ketmayapti degan maqsadda video qilib tashladim va ular daqiqa o'tmasdan menga aloqaga chiqdilar. Aloqaga chiqqanda agressiv, jahl bilan gapiryaptilar. Endi nima, siz odamga ishonmaysizmi? Sizga pulingizni bersam bo'ldi emasmi? Men qat'iy ishlataman degan ma'noda gaplarni gapirdi. Endi o'ta og'irlashmadik, o'zimizni bosgan holda rahbariyat ko'rsatmalari bo'yicha orqaga qaytdik. Agressiya berib o'tirilmadi. Orqaga qaytdik. Ishimizni kun davomida ishimiz davom ettirilib, u odamning aniq yolg'onchi ekanligiga 100% ishonch hosil qilganimizdan keyin kun davomida ishimizni davom ettirib yurgan vaqtimda 2 kundan keyin yana telefon bo'ldi ulardan. U yoqdan yana Qashqadaryodan sizga telefon kelyapti. Mijozdan telefon bo'lyapti. Mijoz hozir 10 million pul o'tkazyapman. 2000 kvadrat menga iltimos srochniy kerak bo'lyapti. Chiqarib turing, qolganini bir haftaga qolmasdan 100% yopib beraman. Qolgan summani bo'lyapti. Buxgalterlar tomonlama, ularni buxgalterlari tomonlama pulni o'tkazishda, dovernost jo'natishda ancha zadeshkalar, kunlab cho'zilishlar bo'lib qoldi. Bu yana ham shubha uyg'otdi odamni. Bu shubhadan keyin aniq men shu faqat summasi uchun mahsulot chiqazadigan bo'ldim. Mijozga mahsulot chiqazadigan bo'ldim. Mijoz mashina qo'ydi. Men mashinasiga 10 millionlik tovar ortib berdim. Ya'ni o'sha qancha bo'ladi? 70 kvadrat yo 100 kvadrat atrof bo'ladi, to'g'ri? Shunaqa 100 kvadrat atrofida. Laboga sig'adi shekilli. Laboga sig'adi. Mijozimiz bo'lsa eng katta furaga o'xshagan mashinani qo'yganlar. Isuzu kattasi, 10 tonnaligi. Shunaqa 10 tonnalik Isuzudan qo'yganlar. Keyin yukni ortib berish jarayonida va undan mijozning xabari bo'lgandan keyin menga aloqaga chiqib, "Yo'q, menga mahsulot umuman kerak emas. Iltimos, meni pulimni qaytarib bering, nazorat qilib bering shotimga" deb aloqaga chiqishni boshladi. Bu degani aniq mijoz aldamoqchi bo'ldi korxonani. Ya'ni mijoz korxonani aldamoqchi bo'ldi, pulimni qaytarib bering deb qayta telefon qilyapti. Biroz sinash uchun telefonni ko'tarmasam, boshqa vizitlar kelyapti. Telefonimga qarayapman, Qashqadaryo Falonchi aka 3000 kvadrat, Qashqadaryo Pistonchi aka 7000 kvadrat. Telefonlarni ko'tarolmay, "Labba aka, joyingiz tayyor bo'ldimi? Mahsulot yetkazib beraymi?" deb telefonlarni ko'tarolmay, boshqa mijozlarni ular bo'lsa, meni nomerlarini saqlanib qo'yganligimni bilmasdan, menga aloqaga chiqib, shu bizni 80 000 kvadratga aldamoqchi bo'lgan mijozimizni sheriklari ekan ular hammasi. Ya'ni ular po faktu o'zi bitta odam bo'lish kerak. Shunaqa. Bitta odamga tegishli bo'lgan, bu yerda sizni maxinatsiya qilib aldamoqchi. Chalg'itmoqchi bo'lgan 3000, 4000, 7000 kvadratlar bilan. Bu mashinist bo'lgan ekanda. Shunaqa holat bo'lgan ekan, ba'zi mijozlar endi suhbat qilganimizda aytishdi, "Stop, mijozlar ham aldab ketgan korxonalar bor ekan." Boya gapimizni boshida gaplashganimizdek, Dilshodbek, hozirgi kunda bozorda ikki xildagi firibgarlik juda ham avj olmoqda. Bu birinchisi klient tomonlama, ikkinchisi korxona tomonlama. Korxona tomonlama deganda qanaqa bo'ladi? Bunaqa holat ham bo'ldi. Misol uchun bitta mijozimiz bizga bizni chaqirdi, joylarni o'lchattirdi, hisob kitoblarni hammasini chiqarib berdik. Mijozga ma'qul kelganday bo'ldi. O'zim xabarini beraman deb aytdilar. Biz u joydan chiqib ketdik. U yerda hech qanaqa zaklat ham olinmadi, hech qanaqa shartnoma ham qilinmadi. Faqat shartnoma qilmadinglar u yerda klient bilan. Klient bilan shartnoma ham qilmadik. Sababi klient bo'ldi, men roziman 100% deb aytganlari yo'q. Va oradan vaqtlar o'tyapti. 10 kunlardan keyin mijoz bizga aloqaga chiqyapti. Sizni yigitingiz mendan pul olib ketdi. Yo mahsulot yo'q, yo yigit yo'q, yo pul yo'q. Yo pul yo'q. Keyin biz hayron bo'ldik. Mijozdan nima tekshirmasdan turib beraverganmi? Mijoz shoshgan bu yerda. Arzoniga uchib va shoshgan. Tekshirishga bordik. Biz ishxonamiz bilan buni o'rganish jarayonida menejerlarimiz bilan birga hamkorlikda bordik mijozning oldiga. Mijozimiz menejerlardan birontasini ham tanimadi bizdan va mijoz berayotgan telefon raqamlar ham mutlaq begona raqamligi aniqlandi. Va jarayonda mijoz bilan suhbat jarayonida yana ham oydinlashdiki, mijozni o'zi shoshqaloqlik qilib qo'yganligi, birinchidan arzon narxda eshitib shoshqaloqlik qilib qo'yganligi, avans to'lovini berib olganligi va joyini juda ham tez bitirib berishiga va'da bergan. Men misol bitta savol qiynayapti-da, gapingiz bo'ldimi? Uzr so'rayman. Qanaqasiga klientni shu darajada ishonchni oqlashmaydi? U faqat misol uchun men misol o'zim uyim agar ko'rsam, ofisimni qildiradigan bo'lsam,
men real ko'rmasdan turib hech narsaga zakaz bermayman-da. Chunki men o'sha joyni ko'rishim kerak. Men o'zim miyamda misol tasavvur, nima deydi? Tasavvur qilishim kerak edi. Kartina chizishim kerak. Rus tilida aytganda kartina. Bu kartinani ko'rmasdan turib pul bermayman-da. U klient qanaqasiga pul berib qo'yishim? Ya'ni tim bo'lib $5000 kichkina summa emas-da misol. Misol uchun Dilshodbek yigit qo'lida kichkina mana shu mahsulotlardan abrazesdan bo'lgan va yigit qo'lida planshet ham bo'lgan. Imenda bizning yo'nalishimizga ishlatiladigan planshet. Bu planshetda sizni qildirmoqchi bo'lgan joyingizni xonasiga kelib, shundoq planshetni yoqsa, sizga xohlagan patologiyangizni qo'yib bera oladi. Ko'z oldingizga keltirib qo'yib bera oladi. Ha, ya'ni dizayn qilib beradi. Kartina qilib beradi. Shunaqa. Narxi arzonroq etganini hisobiga mijoz shoshib qoladi. Bu miyasida kartina aylandi, u mablag' $10,000 dedi, bu $5,000 как раз deb turib urib olganda-da klientlar. Xuddi shunaqa mijoz shoshib qolgan. Bu yerda shoshganining oqibatida ham puldan ayrildi, ham vaqtidan ayrildi. Vaqtim bo'ldi, haligacha ishi bitmadi mijozni. Hali ham shu holat. Shunaqa. Navbatdagi yana bir savol bor. Mahsulotni misol uchun men mijozman. Misol menga uncha zo'r tushunmayman patolog sohasini. Menga misol uchun mana shunaqa dizayn kerak, kartina chizaman-da. O'sha menga necha pul o'rtada aylanishi mumkin? Misol qanaqa qilib tekshirsam bo'ladi? U odam ishonchlimi, ishonchsizmi? Misolda endi. Chunki men ham 10 ming, 15 ming dollar pul chiqib qolgan, hali men pul tikkan joyimga misol o'xshamaydi. Imенно o'sha narsani chiqarish uchun katta summalar aylanib ketib qoladi. Men aldanmasligim uchun nima qilishim kerak? Misol mijoz sifatida. Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Bu savolingiz Dilshodbek, mijozlar nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda ofis, korxonani lokatsiyasi aniqligi va shartnomalarga va korxonani hisob shotini tekshirishi ham mumkin mijoz. O'zi bu qanaqa tekshiriladi misol? Misol uchun sizni do'koningiz bor deb hisobga olaylik. Siz do'konchisiz, oziq-ovqat do'koni sotasiz. Oziq-ovqat do'koningizni patologiyani qildirmoqchisiz. Misol 100 kvadrat joyim bor. Sizga taklif bilan bordim. Takliflar hammasi ma'qul keldi. Sizdan faqatgina mani yolg'onchi ekanligimga yoki haqiqatan ham shu firmani ishchisi ekanligimga ishonch hosil qilishingizgina qoldi. Bu ishonchni men sizga qanaqa hosil qildiraman? Hamma narsa yozishmalarimiz qog'ozda dogovor orqali bo'ladi, shartnoma orqali bo'ladi. Shartnoma qog'ozda bo'ladi. Shartnoma orqali bo'ladi. Mijozlar ikki tomonlama imzo chekishadi va misol uchun perecheniya ham bo'ladi-da. Rasmiy anaqa hisob raqamiga o'tkazish. Albatta, perecheniya orqali ham to'lov qilsa bo'ladi. O'sha orqali ham tekshirib olsa bo'ladi. Misol uchun korxonamizning INNisini beramiz mijozga. Mijoz bizni INNimiz orqali kuna ma'lumotlarni olishlari mumkin. Tekshirib olib, o'sha bu zavod, korxona bor yo'qligi bilish. Aniq lokatsiya beriladi mijozga. O'sha lokatsiya bo'yicha misol uchun bizning korxonamiz haqiqatan ham davlat ro'yxatidan o'tganmi? O'shalarni ham ko'rishlari mumkin. Unda zo'r. Mahsulotga kelsak, mahsulot misol uchun nima desam bo'ladi? Sifatli va sifatsizligini bilishim uchun. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Hozirgi kunda bozorda sex mahsulotlari ham yokida yangi ishlab chiqarishlar biz o'zimiz zavodimiz deb tanishtirib borayotganlar ham juda ham ko'p bozorda va narxlari bizdan $1-2 arzon. $1-2 farq qiladi. $1-2 farq qiladi. Endi bu mahsulotlar misol uchun bizni o'zimizda ham ish jarayonimizda kuzatildi. Misol uchun mijoz 500 kvadrat joyi bo'ladigan bo'lsa, 250 kvadratini hamkordan bizga boshqa korxonadan xarid qilgan, qolgan 250 kvadratini bizdan xarid qilyapti. Biz o'rnatish jarayoniga borganimizda, mijozning oldiga sifatlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, endi aynan aytmayman qaysi korxonalarnikini terganimizda grilyator patologini shundoq shifga olsamiz degan joyida o'zini o'zi sochilib to'kilib ketyapti. Sochilib to'kilib ketyapti. Qayta uni ustalarimiz terishni qayta qo'yishmoqchi bo'ldi, sochilib to'kilib ketaverdi. Bu jarayon qatdan kelib chiqadi desangiz, misol uchun buni o'zini papa mamasi bor, bir yig'iladigan joyi bor, stiklari bor. Biz o'zimiz primo ishlab chiqaruvchi zavod bo'lgandan keyin bizdagi hamma stiklari joy-joyiga tushadi, yig'iladi va bizning mahsulotda hech qanaqa kley ishlatilmaydi. Misol uchun sextikida bu o'z grilyatorimiz 2 ga 2 bo'ladigan bo'lsa, ulanadigan joyida sex mahsulotlarga kley ishlatib ariqchasini ichiga o'tkazib ketadi. Tako'ma ustma-ust tushiradi. Ustma-ust tushadi. Bu ustma-ust tushib boravergandan keyin oxiriga borib katta razniца berib yuboradi. Sizga qilgan joyingizda har bir 4 kvadratingiz alohida bo'lib ajralib turadi. Bizning mahsulotlarda umuman kley ishlatilmaydi. U sizlarnikida qanaqa? Ya'ni bizda ma'lum misol uchun mana hozirgi tushuntirganimdek 2 metrga 2 metr bo'ladigan bo'lsa, oxirgi ulanadigan joyida o'zini kerakli tishlari bor bizda. Ya'ni tishi borda, to'g'ri ustida Legoga o'xshab yig'ilarkan. Shunaqa. Unaqa bo'lsa, demak bilinmaydi. U qalinligi qanaqa bo'ladi? Misol baribir grilyatorni ham ko'rgan, bundoqda u tako'p barmoq o'xshagan narsada bu tekis ketyapti. U o'lgur qattiqroq bosib olsa ezilib qoladi. U nimadan bo'ladi? Ba'zan ko'rdim, u o'rtasi cho'kib qolganda, bitizaga. Mana bunaqa cho'kib qolgan o'rtalari. Bu nima sababdan bo'lishi? Endi bu narsani Xitoydan siryosni olib kirayotganda arzon siryo olinishining sababi, bu birinchi sababi, misol uchun bizni o'zimiz zavodnikiga keladigan bo'lsak, tarkibi 30% alyumin bo'ladi, 70% temirdan bo'ladi. Qalinligi 0,3 bo'ladi. Rechniy patologimizda ham, grilyator patologlarimizda ham qalinligi, yuqaligi o'ynamaydi, o'zgarib ketmaydi. Misol uchun oldingi chiqazgan kontentlarimizni ham kuzatib borgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, usta akalarimiz yerga
yiqitish bilan, tashlash bilan, yugurish Ha, bilan, oti bilan ustida ochish yurib ham bilan ko'rishuvdi. ko'rishda hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Misol uchun Ha. mahsulotni qalinligi 0.3, 30% alyumin, 70% temir. Sexnikichi, sexlaniki qalinligi 0.1-0.2 ham bo'lar ekan. Juda nafs bo'lar ekan. Xuddi shunaqa bu narsani sexnikada terganingizda tajribada juda ham ko'p bo'ldi. To'kilib ketadi. Siz patologgacha uni ko'tarib olib bora olmaysiz, faqat Faqat sochilib ketaveradi. O'sha gapingiz chala qoldi. Nima bo'ldi shu ustalar nima qildi o'shani? Xo'p, Sochilib ketdi deyapsiz. qayta sochilib ketavergandan keyin o'sha korxonaga murojaat qilindi. Mahsulot bergan korxonaga, mahsulot bergan korxonaning o'zini ustalari keldi. O'zini ustalarida ham xuddi shu holat bo'lgandan keyin o'sha joyida yerni o'ziga polni terishib, kraska qilib va kley qilib, keyingina yopishtirish oldi. 2-3 barobar rasxodku. 3 barobar rasxod, yana bu nima desa bo'ladi, xavfli ham. Sababi u qachondir kimning boshiga tushib ketishi mumkin. Ha, to'g'ri baribir tushadi. Kley qachondir o'z xususiyatini yo'qotadi. Baribir. Shunaqa. Tushunarli, ajoyib tavsiyalar uchun kattakon rahmat. Albatta, bugungi podkastimizdan yaxshigina bir ma'lumot oldinglar degan umiddamiz, hurmatli o'rtoqlar. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli montajda ham, ustalarda ham, hattoki mahsulotda ham aynan kafolat bilan ishlaydigan o'z sohasi mutaxassislari kerak bo'lsa, albatta pastda nomerlarni qoldiramiz va pastda o'sha saytlarini ko'rib chiqsanglar bo'ladi, tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Realniy do'g'rini ishlashadi. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan YouTube podkast bo'ldi. Xudo xolasa, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.